Siz kimsiz o'zi? To'rttagina surani ko'z yumib yodlab beradigan xorivachchasiz, xudo emassiz. Sizlarning kitobingizda tuhmatchini nima qilish kerak deyishgan? Tuhmatchini tilini kesish kerak deyishgan. Astag'firullah. Shundaymi? Tuhmat qilayotgan bo'lsam, kalomulloh ursin. Uradiyam. Kerak bo'lsa uradiyam. Shuning uchun halollik haqida boshqalar gapirsa ham, saning dami yo'q. Xudoga borib, Qur'onni o'qib turib, tugunni uchiga necha pul tugularkin deb kutib yurgan mo'ltan odamsan-u. Yana menga g'irromdan gapirasan. Tuhmat qilma. Men Allohning kalomini pulga sotadiganlardan emasman. Jirillama. Men bunaqa mayda ishlar bilan shug'ullanmayman.